Assalomu alaykum talabalar. Kiberxavfsizlik asoslari fanidan ikkinchi mavzuga keldik. Ikkinchi mavzumiz sizlar bilan kiberjinoyatchilik, kiberqonunlar va kiberetika va kiberxavfsizlikda inson omili mavzusi bilan tanishib o'tamiz bugun. Xo'p, kiberjinoyatchilik o'zi nima? G'arazli yoki buzg'unchilik maqsadlarida himoyalangan kompyuter tizimlarini buzib ochishga, axborot o'g'irlashi yoki buzishga yo'naltirilgan alohida shaxs yoki guruh, jamoaning harakatlari hisoblanadi. Bular mana shu kiberjinoyatchilik hisoblanadi. Xo'p, kiberjinoyatchilikning eng keng tarqalgan turlaridan bular kompyuter qaroqchiligi, onlayn firibgarlar, kompyuter tarmog'iga hujum qilish, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, taqiqlangan ma'lumotlarni tarqatish, saqlash va hokazolar, demak, kiberjinoyatchilik turlari hisoblanadi. Xo'p, kiberhujumga duch kelgan tashkilotlar uchun kiberjinoyatlar ichki va tashqi turga bo'linishi mumkin. Bular ichki kiberjinoyatlar tarmoqqa yoki kompyuter tizimiga ular bilan tanish va ulardan qonuniy foydalanishga ega bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur turdagi kiberjinoyatlar odatda tashkilotning xafa bo'lgan yoki norozi xodimlari tomonidan amalga oshiriladi va kiberjinoyatchi tashkilot tarmog'ida foydalanish imkonina ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Shuning uchun ichki kiberjinoyatchilik natijasida maxfiy axborotlarning sirqib chiqishi imkoniyati yuqori bo'ladi. Tashqi kiberjinoyatlar odatda tashqaridan yoki tashkilot ichkarisidan yo'llangan g'araz niyatli shaxs tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Bu kiberjinoyatchilik tashkilotning nafaqat moliyaviy yo'qotishlarga, balki obro'sining yo'qolishi ham sabab bo'lishi mumkin. Hujum tashqaridan amalga oshirilgan bois g'arazli niyatli shaxs katta tashkilotini IT infrastrukturasini skaner qilish va unga aloqador ma'lumotlarni to'plashdan iborat bo'ladi. Hop, keyingi slaydimizda bu yerda kiberjinoyatni amalga oshiradigan asosiy maqsadlarni ko'rib turibmiz. Bu yerda mana asosan 9 ta maqsad keltirilgan, ya'ni kiberjinoyatni amalga oshirishdagi o'zimizda ham hayotimizda ushlab turadi. Mablag', qimmatli qog'ozlar, kredit, moddiy boyliklar, tovarlar, xizmatlar, imtiyozlar, ko'chmas mulk, yoqilg'i xomashyosi, energiya manbalari va strategik xomashyolar noqonuniy o'zlashtirish bular kiberjinoyatni amalga oshirish olib keladi. Bular soliq va boshqa yig'imlarni to'lashdan bosh tortish hozirda eng ko'p uchrab turadigan voqealardan biri mana shu soliq yig'imlaridan bosh tortish. Jinoiy daromadlarni qonunlashtirish asosan buxgalteriya bo'limlarida ko'proq kuzatilishi mumkin. Qalbaki hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar, shaxsiy yutuq chiptalarini qalbakilashtirish tushunarli. Shaxsiy yoki siyosiy maqsadlarda maxfiy ma'lumotlarni olish juda ham ko'p uchrab turadigan kiberjinoyat hisoblanadi. Mana shu narsa shaxsiy yoki siyosiy maqsadlarda maxfiy ma'lumotlarni olish, ya'ni kimnidir ijtimoiy tarmoqlaridan shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlaydi va pul talab qiladi. O'ziga keyingisi ma'muriyatning yoki ishdagi hamkasblarning yomon munosabati uchun qasos olish. Bu ham kiberjinoyatga kiradi. Shaxsiy yoki siyosiy maqsadlar uchun mamlakat pul tizimini buzish. Mamlakatdagi vaziyatni hududiy ma'muriy tuzilishini barqarorlashtirish. Talonchilik, raqibni yo'q qilish yoki siyosiy maqsadlar uchun muassasa, korxona yoki tizim ishi tartibini buzish, serverlarga yo'naltirilgan shaxsiy intellektual qobiliyat yoki ustunligini namoyish qilish. Mana shular demak kiberjinoyatni amalga oshirishdagi asosiy maqsadlari hisoblanadi. Keyingi slaydimizda bu yerda mana kriminologiya sohasiga nisbatan kiberjinoyatning bir nechta turlari keltirilgan. Shularni ko'rib o'tamiz. Iqtisodiy kompyuter jinoyatchiligi turi. Bunda iqtisodiy kompyuter jinoyatchiligi amalda ko'p uchraydi. Ular ko'p jinoyatchilarga millionlab AQSh dollari miqdoridagi noqonuniy daromadlarni keltirishdan iborat bo'ladi. Ular orasida keng tarqalgani, ya'ni firibgarlik bo'ladi. Asosan bank hisob raqamlari va bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Xalqaro amaliyotda plastik kartalar bilan sodir etiladigan jinoyatlar yo'qolgan yoki o'g'irlangan kartalar, soxta to'lov kartalarini yaratish yoki ulardan foydalanish, karta taqdim etmasdan bank hisob varaq va ma'lumotlarni olish va noqonuniy foydalanish.
va undan boshqa karta egasi tomonidan sodir etilgan jinoyat bilan bog'liq hisoblanadi. Misol uchun biron bir tashkilotga tashqaridan mablag' o'tkazadi va o'tkazdim deb soxta chek tashlab beradi. Mana shu ham kiber jinoyatga olib keladi. Keyingi turlardan biri inson va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga qarshi qaratilgan kompyuter jinoyati. Bu turdagi huquqlarga, erkinliklarga qaratilgan jinoyatlar kompyuter qaroqchiligi deb hisoblanadi. Kompyuter qaroqchiligi. Bu jinoyatlar dasturiy ta'minotni noqonuniy nusxalash, ishlatish va tarqatishda namoyon bo'ladi. Bu dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazasini yaratish bilan bog'liq huquqiy munosabatlarga, muallif huquqiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin va dasturiy ta'minot kompaniyalariga katta moliyaviy yo'qotishlarni ham olib kelishi mumkin. Bu demak, inson va fuqarolarning konstitutsiya huquqlari va erkinligiga qarshi qaratilgan kompyuter jinoyatchiligi. Bu nima deb yuritilar ekan? Kompyuter qaroqchiligi. Keyingi turidan biri bu jamoat va davlat xavfsizligiga qarshi kompyuter jinoyatchiligi. Bunda kompyuter jinoyatchining oxirgi turi hisoblanadi. Jamoat yoki davlat xavfsizligiga qarshi kompyuter jamoatchiligi, ularga davlat yoki jamoat xavfsizligiga qaratilgan xatti-harakatlar taalluqli hisoblanadi. Bular ko'pincha uzatish qoidalarini, mamlakat mudofaa tizimini yoki uning tarkibiy qismlarining buzilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Endi keyingi slaydimizda sizlar bilan kiber qonunlar haqida ma'lumotlar ko'rib o'tamiz. O'zi qonun nimaligini biz yaxshi bilamiz. Inson, jamiyat va davlat manfaatlari nuqtai nazardan eng muhim hisoblanadigan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, rivojlantirish va tartibga solish qoidasi deymiz, vositasi. Demak, mana shu bizda asosan qonun, huquq deb yuritiladi. Qonunning nima maqsadda qaratilgani u yo'naltirilgan munosabatga qarab aniqlash mumkin. Shu bois qonunlar turli sohaga oid maqsadlarga ega bo'ladi. Umumiy nomda kiber jinoyatchilikni tartibga solishni maqsad qilgan qonunlar kiber qonunlar deb yuritiladi. Qonunlarni ishlab chiqaruvchi va uni himoya qiluvchilar butun dunyo bo'ylab kiber jinoyatchilikni aniq belgilaydigan va kiber dalillarni qabul qilishni bog'liq moddalovchi kiber qonunlar zarurligi haqida ogohlantirib kelinadi. Xo'p, demak, keyingi slaydimizda ko'rib o'tamiz. Mana davlatimiz tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, jumladan aloqa to'g'risidagi, axborot olish kafolatlari va erkinlikligi to'g'risidagi, radiochastota spektri to'g'risidagi, telekommunikatsiya to'g'risidagi, pochta aloqa to'g'risidagi, axborotlashtirish to'g'risidagi va keyingilarda mana tijorat siri to'g'risidagi, bank siri to'g'risidagi kabi O'zbekiston Respublikasining qonunlarini axborot maxfiyligi, axborot siri, axborot himoyasi bo'yicha tegishli moddalar belgilab o'tilgan. Bundan tashqari bunday qonuniy me'yoriy hujjatlarni elektron manbadan olishimiz mumkin. Bu mana bu yerda manzil qoldirganman Lexus saytidan. Xo'p, keyingi slaydimizda kiber xavfsizlik to'g'risidagi qonunni boblar kesimida keltirilgan ko'rib o'tishimiz mumkin. Birinchi bobda umumiy qoidalar berilgan. Bunda axborotlashtirish obyekti, kiber jinoyatchilik, kiber makon, kiber tahdid, kiber xavfsizlik, kiber xavfsizlik hodisasi, kiber xavfsizlik obyekti va subyekti, kiber himoya, kiber hujum, muhim axborot infratuzilmasi, obyektlar va subyektlarni atamalar o'z ichiga oladi. Mana shu birinchi bob hisoblanadi ekan. Ikkinchi bobda asosan kiber xavfsizlik sohasiga davlat tomonidan tartibga solish bo'yicha aniq ko'rsatmalar, tushunchalar yoritilgan. Bunda 10-moddaga, qonunning 10-moddasiga ko'ra kiber xavfsizlik sohasida yagona davlat siyosatini O'zbekiston Respublikasi prezidenti belgilaydi. 11-moddada kiber xavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi vazifasi, huquqlari, majburiyatlari belgilab qo'yiladi. Va keyingi boblarda kiber xavfsizlikni ta'minlash, kiber xavfsizlik hodisalari, muhim axborot infratuzilmasi obyektlari, kiber xavfsizlik sohasi qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish va yakunlovchi qoidalar bo'yicha aniq mezonlar berilib o'tilgan, belgilangan. Xo'p, keyingi slaydimizda endi sizlar bilan kiberetika haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Kiberetika o'zi nima? Kompyuterlar bilan bog'liq falsafiy soha hisoblanadi. Foydalanuvchilarning xatti-harakatlari, kompyuter nimaga dasturlashtirilganligi, umuman insonlarga va jamiyatga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Mana shu demak kiberetika ekan. Xo'p, bu yerda savol tariqasida
berishim mumkin sizlarga kibernetika masalalariga doir. Internetda boshqa odamlar to'g'risida shaxsiy ma'lumot, masalan onlayn holatlar yoki GPS orqali joylashuvni uzatish joizmi? Buni o'zlaringiz fikrlaringizni bildirishlaringizni xohlayman. Keyingi savolim, foydalanuvchilarni soxta ma'lumotlardan himoya qilish kerakmi? Raqamli ma'lumotlarga kim egalik qiladi? Misol uchun musiqa, filmlar, kitoblar, veb sahifalar va boshqa, va ularga nisbatan foydalanuvchilar qanday huquqlarga ega? O'zlarimizdan kelib javob bersak bo'ladi. Onlayn qimor va pornografiya tarmoqlarida qanday darajada bo'lishi kerak? Va keyingi savol, internetdan foydalanish har bir kishi uchun mumkin bo'lishi kerakmi? Ya'ni bu yerda yosh joyi chegaralanganmi? Qaysi yoshdan boshlab internetdan foydalanish mumkin? Mana shu savollarga maqsadga muvofiq bo'ladi o'zlaringizga javob yozishlaringizni. Xo'p, bu yerda mana kibernetika, keyingi slaydimda kibernetikaga misollar keltirilgan. Mulk va intellektual mulk huquqlari, undan boshqa yana ko'rib o'tamiz keyingi slaydlarimizda kibernetikaga doir misollarni. Mulkda axborotdan foydalanishda etika oid munozaralar uzoq vaqtdan beri mulkchilik tushunchasini tashvishga solmoqda va kibernetika sohasida ko'plab to'qnashuvlarga sabab bo'ladi. Egalikka oid nizolar, egalik huquqlari buzilgan yoki noaniq bo'lgan hollarda yuzaga keladi, demak mulkda, ya'ni kibernetikada. Hop, intellektual mulk huquqlari, misol uchun aytadigan bo'lsak, intellektual mulk huquqlari dasturiy guvohnomani qalbakilashtirish. Mana shu bizda intellektual mulk hisoblanadi. Internet tarmog'ining doimiy ravishda o'sib borishi va turli ma'lumotlar zichish texnologiyalarining, masalan, MP3 fayl formati paydo bo'lishi, peer-to-peer fayl almashinuvi katta yo'l ochdi. Bu imkoniyat demak asosan nimani tushundik? Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda turgan hozir Telegramlarda misol uchun kanal ochgan, kanal yuritib turibdi, juda ham ko'p foydalanuvchilari bor. Endi shuni soxtalashtirib boshqa yerdan boshqa foydalanuvchi ochyapti. Mana shu intellektual mulkka huquqlarni zarar yetkazganini olib keladi. Kibernetikaga ham misol yana mualliflik huquqini himoyalashning texnik vositalari. Bunda CD disklar, PDF fayllarni yoki elektron kitoblarni soxtalashtirish o'z ichiga oladi. Xavfsizlik. Keyingisi xavfsizlik kibernetikada. Bizlar bilamiz, hozir mana shu kibernetika bo'yicha xavfsizlik eng yuqori darajada qaraladi. Internet tarmog'ida axborotni xavfsiz foydalanish axloqiy munozaralar mavzusi bo'lib kelmoqda. Bu birinchi navbatda jamoat farovonligini himoya qilish yoki shaxs huquqini himoya qilish masalasini o'rtaga qo'yadi. Internet tarmog'idan foydalanuvchilar sonining ortishi shaxsiy ma'lumotlarning ko'payishi natijasida kiberjinoyatlar sodir bo'ladi. Keyingisi bular kibernetikaga yana misol ishonchlilik, foydalanuvchanlik, senzura va filtrlar. Ko'rib o'taveramiz batafsil. Kibernetika misoli yana axborot erkinligi, raqamli to'siqlar bo'lishi va taqiqlangan kontentlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, taqiqlangan kontentlar bu terroristik saytlarga kirmaslik yoki pornografiya saytlariga kirmaslik, internet tarmog'ida mavjud bo'lgan taqiqlangan kontentlarni voyaga yetmaganlar tomonidan foydalanishi doimo axloqiy munozaralar sabab bo'ladi. Qimor o'yinlar bu ham hozir eng yuqori qaraladigan muammolardan biri. Kibernetikada bu muammo ham etik masalalardagi munozaralardan biri hisoblanadi. Bu kimlarga zarar deb hisoblasa, yana kimlardir buni qonuniy aralashuvi yoqtirmaydilar. Yana kimlardir yaxshi ko'radi bunday qimor o'yinlarni. O'z navbatida tomonlar orasida qaysi turdagi o'yinlar ruxsat berish kerak? Bu yerda yana savol qo'yiladi. Qaysi turdagi o'yinlarga ruxsat berishgan? Ular qayerda o'tkazilishi kerak? Degan savollar kelib munozara sabab bo'lib kelayotir hozirda, demak qimor o'yinlari. Yana kibernetikaga misol aytadigan bo'lsa, kompyuterdan foydalanish etikasi ham o'z ichiga oladi. Kompyuterdan foydalanish etikasi notijoraviy instituti, notijoraviy tashkilot hisoblanadi. Vazifasi texnologiya axloqiy nuqtai nazardan targ'ib qilish hisoblanadi.
Bu tashkilot tomonidan quyida 10 ta etika qoidalarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Shaxsiy kompyuteringizdan boshqalarning zarariga foydalanmang. Boshqa foydalanuvchilarning kompyuter ishlariga xalaqit bermaslik, boshqa foydalanuvchilarning kompyuter fayllariga qaramaslik, o'g'irlik maqsadida kompyuterdan foydalanmaslik, yomonlik maqsadida kompyuterdan foydalanmaslik, o'z pulingiz sotib olmagan dasturdan foydalanmang va nusxa ko'chirmaslik, birovning kompyuteridan ruxsatsiz foydalanmaslik va hokazo. Yana bir etikaga misol aytadigan bo'lsak, axborotdan oqilona foydalanish kodeksi, ya'ni ma'lumotlardan. Axborotdan oqilona foydalanish kodeksi buxgalteriya tizimiga qo'yiladigan talablarni ta'kidlaydigan 5 ta prinsiplar asosida ko'rib o'tamiz. Bular talablar AQSh Sog'liqni saqlash va insonlarga xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan 73-yilda keltirilgan. Shaxsiy ma'lumotlarni to'playdigan tizim bo'lmasligi kerak. Har bir kishi tizimida u to'g'risida qanday ma'lumotlar saqlanish va undan qanday foydalanishini boshqarish kerak. Biz bilamiz, mana bu savol bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarni to'playdigan tizimlar bo'lmasligi kerak. Asosan hozir mana shu ma'lumotlarni to'playdigan tizim juda ham ko'p, ya'ni ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoqda foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini, real shaxsiy ma'lumotlarni qo'yib qo'yish ehtimoli juda ham ko'proq. Har bir kishi o'z to'g'risidagi to'plangan ma'lumotlarni belgilangan maqsadda foydalanishni nazoratlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Bular demak kiberetikaga misollar, axborotlardan oqilona foydalanish kodeksini o'z ichiga oladi. Xo'p, kiberxavfsizlikda inson omili. Keyingi slaydimizda kiberxavfsizlikda inson omili foydalanuvchilarga kiberxavfsizlik tizimida eng zaif nuqta sifatida qaraladi. Demak, foydalanuvchilar tomonidan har qanday yuqori darajadagi xavfsizlik ham buzilishi mumkin. Demak, mana bu yerda mana hozir ko'rib turganimizdek, ijtimoiy veb sahifamizdagi litsenziya o'rnatilmagan va foydalanish nimasi zaif hisoblanadi saytimizning. Eng muhim inson omili bular kiberxavfsizlik sohasidagi bilimlarni yetishmasligi, risklarni bartaraf etish va ular haqida xabar berishning yetarli bo'lmasligi, madaniy va munosabatlar muammolariga, xavfsizlik mashg'ulotlariga kam mablag' sarflanishi, hisobga olish nuqtasining yagona emasligi va ijtimoiy injeneriyasi bular demak eng muhim inson omillari hisoblanadi. Xo'p, sotsial injeneriya buni turli xil psixologik usullar va firibgarlik amaliyotining to'plami hisoblanadi. Uning maqsadi firibgarlik yo'li bilan shaxs to'g'risida maxfiy ma'lumotlarni olish yoki o'g'irlash ham desak ham bo'ladi. Maxfiy ma'lumotlar bular foydalanuvchi ismlari, paroli, shaxsiy muhim ma'lumotlari, ayblov dalillari, bank kartalari, raqamlari va moliyaviy yoki obro'sini yo'qotadigan har qanday narsa yoki buyum bo'ladi. Maxfiy ma'lumot mana shu narsa. Xo'p, bu atama, ya'ni sotsial injeneriya xakerlik sohasidan kirib kelgan. Xaker bu kompyuter tizimidagi zaifliklarni qidiradigan odam, boshqacha aytganda buzg'unchi. Hozirgi vaqtda xakerlar har qanday tizimdagi asosiy zaifliklar, ya'ni bu mashina emas, balki shaxs ekanligini yaxshi tushunadi. Xo'p, psixologiya tarafdan qaraydigan bo'lsak, sotsial injeneriya xiyla nayranglar va ta'sir mexanizmlari doirasida insoniyat tomonidan to'plangan tajribadan foydalangan holda xakerlar odamlarga hujum qilishini boshlaydilar. Gohida ular aql xakerligi deb ham yuritiladi. Misol uchun, bu yerda mana xaker sizdan pul olmoqchi deb faraz qilaylik. Aytaylik, u bizani telefon raqamimiz va ijtimoiy tarmoqdagi akkauntimiz haqida ma'lumotlarga ega. Va u izlanish natijasida sizning akangiz borligini ham aniqladi va akangiz haqida ham yetarlicha ma'lumot biladi, to'pladi. Shuningdek, akangiz telefon raqamini ham qo'shimcha ishonch uchun bilib qo'yadi o'zini. Shundan so'ng ushbu ma'lumotlar asosida o'z rejasini tuzadi va sizga hujum amalga oshiradi. Xo'p, hakerning rejasi. Haker sizga kechki vaqtda telefon qilib, sizga sizning ismingiz o'rniga faqat u aytadigan biror lichka ham bo'lishi mumkin.
Ya'ni men akangman deb tanishtiradi va o'zini ko'chada bezorilikka duch kelganligini va ular barcha narsalarni telefon, pul, plastik kartochka va boshqalar olib qo'yganini aytadi va u o'ziga bir qiz yordam berganini, biroq uning yonida pul yo'qligini aytadi. Biroq ushbu qizning yonida plastik kartasi borligini va sizdan ushbu plastik kartaga kasalxonaga yetib borish uchun zarur mablag'ni so'raydi. Misol uchun 20 ming, 200 ming va hokazo. Mazkur holatni 8-10 da xakerlar muvaffaqiyatga erishganlar va bu ishlarni amalga oshirish malakali xakerlar uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Hiylaning ish berishi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimizda bu holatda akangizni ovozini ajratish imkoniyati haqida gap borishi mumkin, to'g'rimi? Biroq inson turli hayajon va shovqin bo'lgan muhitda bo'lishi ham mumkin ish berishi. Bundan boshqa yana agar siz uxlab yotgan vaqtingizda telefon bo'lsa, sizning ovozni aniqlashingiz yanada qiyinlashadi. Bu holatda xakerlar tomonidan foydalanilgan fikrlarni ko'rib chiqib o'tamiz bu yerda. Shaxsni yaxshi yashirdi va real misollarga asoslangan, masalan, sizning rasmlaringiz faqat sizning yaqinlaringiz biladigan joylar va hokazolarni biladi va yaxshi afsona o'ylab topa oladi. Ularning barcha yetarlicha tez va ishonchli tarzda aytilgan. Ta'sirning juda katta mexanizmdan foydalanilgan, ya'ni achinishga ta'sir qilingan hissiyotlarga murojaat qiladi. Xo'p, sotsial injeneriyada phishing, ya'ni baliq ovlash, ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, baliq ovlash internetdagi firibgarlarning bir turi hisoblanadi. Uning maqsadi foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlaridan login yoki paroldan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Bu hozirda keng tarqalgan sotsial injiniya sxemalaridan biri hisoblanadi. Katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni keng tarqalishi phishing shamolizm amalga oshirilmaydi. Demak, phishingning keng tarqalgan namunasi sifatida jabrlanuvchi elektron pochtasiga yuborilgan rasmiy ma'lumot ko'rinishidagi bank yoki to'lov tizimini soxtalashtirishdan xabar hisoblanadi. Bu yerda mana phishingga doir misolni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda soxta veb sahifa. Buni qayerdan bilib olishimiz mumkin? Mana bu silkasidan, ya'ni saytning manzilidan ko'rishimiz mumkin soxta saytligini. Xo'p, bu yerda mana misol keltirilgan phishing uchun mazkur ko'rinishda kutilayotgan veb sayt o'xshash sayti o'z ichiga olgan havola murojaat amalga oshirilgan jalb qilinadi. Masalan, mana pp.com saytining mana bu phishing sayt, mana bunda to'g'ri sayt, mana manzili PayPal manzili sifatida yuborish mumkin. Bu holda kamdan kam holatda foydalanuvchilar L belgi harfini o'rniga I harfi borligiga e'tibor berishmaydi. Demak, havolalarga murojaat qilinganda esa PayPal veb saytiga o'xshash, biroq soxtalashtirilgan saytga tashrif buyuradi va talab kiritilgan to'lov kartasi ma'lumotlarini kiritiladi. Misol uchun bu yerda mana ko'rib o'tishimiz mumkin. 2003-yilda eBay foydalanuvchilariga tarqalgan phishing xabarni olish. Hop, phishing taniqli korporativ brendlardan foydalanish asoslangan firibgarlik. Misol uchun Nike bo'ladimi, boshqa tashkilotlar, taniqli korporativ brendlar. Hop, firibgarlarning mazkur ko'rinishdagi taniqli yirik yoki kompaniyalar tomonidan foydalanuvchi elektron pochtalarga xabar yuboriladi. Xabarda kompaniya tomonidan o'tkazilgan biror tanlovda g'alaba qozonganligi haqida tabriklar bo'lishi ham mumkin. Unda shuningdek zudlik bilan qayd yozuvi ma'lumotlar va parolni o'zgartirish kerak hisoblanadi. Unga o'xshash sxemalar texnik ko'maklash xizmat nomidan ham amalga oshirilishi mumkin. Soxta lotereyalar ham bo'ladi, ya'ni phishingda. Mazkur phishing sxemasiga ko'ra foydalanuvchi har qanday taniqli kompaniya tomonidan o'tkazilgan lotereyalar yutuqlari to'g'risida xabarlarni olishi mumkin. Soxta antivirus va xavfsizlik dasturlari.
Bunga o'xshash firibgarlar dasturiy ta'minot, shuningdek chaqqon dastur deb nomlanuvchi mazkur dasturlar antivirus dasturlariga o'xshashadi, ammo vaziyati aksincha bo'ladi. Bu dasturiy ta'minot turli tahdidlar to'g'risida yolg'on xabarnomalarni keltirib chiqaradi va foydalanuvchilar soxta bilimlarni jalb qilishga harakat qiladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, Roach antivirus spare yoki Rogware deb nomlangan soxta dasturiy vositalar mavjud bo'lib, boshqa antivirus dasturlari tomonidan quyidagi troyan dastur sifatida ishlab turishini ko'rishimiz mumkin. Hop, keng batafsil yana ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda phishing, interactive voice response yoki telefon orqali qilinadigan phishinglar va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Bugungi mavzumiz bo'yicha hammangizga katta rahmat.